Men bu pistoletni storiesga joylagan edim. Juda ko'p odam qiziqyapti. Nomi nima, qayerdan olgansiz deb. Bu Toya brendiniki. Sizlar hozir like bosib qo'ysanglar, men sizlarga zo'r video olaman va qayerda sotishini video qilib sizlarga kontent qilib joylab yuboraman. Oldin birinchi ko'rsatib beraman. Mana bu yerda knopkasi bo'ladi, bosib tursa yonadi. Mana yonib turibdi. Dang. 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 Ketmonni sopi ko'pchilikda chiqib ketadi. Mana. Ana bo'lmasa, meni suvchilar duo qiladi. Endi bu apparatni qayerda sotishini sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Ketdi. Endi manzilni tushuntiraman. Mozor tarafdan kelganda mana bu yoqda ko'k brezentga o'xshagan qilib qo'yilgan gummacha opoqi. Shundoq bu yoq betlarida mana shlagbaum turibdi. Bozorga kiramiz, Jomiy bozoriga. Bir tor minimal do'koni. Kesilib tasarrufda, qiymatida asosiy ko'sta, kiradi. Shunday qadrlanib, avval sotgan bo'ladi. Albatta, xilma-xili. Mana o'sha mashhur Toya brendini o'qotar asbobi. Keseli chiroyli narxlarda qilib berishadi. Assortiment juda katta tushirib yuboraman u. Bu akkumulyatorligi, bunisi gazligi, bu esa bazalt qotiradigan apparat. Undan tashqari bu yerda o'qlari ham mavjud, har xil razmerda. O'zi umuman bu do'konda yo'q narsani o'zi yotsa ham bo'ladi. O'zligi olib kelishadi, optimga ham, donaga ham ishlayverishadi. Persleniya, karta, narx umuman ahamiyati yo'q.